Akalar, opalar, arzonchi endi Anjanni qulluq bo'lib qo'yarsan. Ochilish kuni 4-dekabr kuni payshanba soat 9:00 da vot-vota bo'lib ochiladi. Narxlarda esa chulcha vorasizlar. Katta yoz obzor qilib beraman, yig'ilaverish yo'q. Mo yangi, o'zingizlar shittet ochasizlar. Mashturish 32 talik Smart 959 ming. Qale, sekin yugurib oladiganmi? Mashturishi diskasini ichidagi motorlarni olib olmaymiz. Yappa yangisi 8 kiloligi inverter motorini bemalol mashina narxi 2.490 ming so'mdan shuni olib, shuni ishlata olasizlar. Yappa yangi ishlatilgan emas, kelaringlar. Aldashmayapti. Men ko'zim bilan ko'rib turibman. Mashhalada deydi, mana 2 talik mana pasi ham bor, tepasi ham bor, muzlatichi ham bor. Xullas kelam shu turishi 1.999 ming so'mdan. Kelinglar, ishonmaydiganlar uchun 3 yil garantiyasi ham bor ekan. Akalar, dehqonchilikda oshirib bermayapsizlarmi? Rostdan mana 599 ming so'mmi? Yaxshi eshitib oling. Nargizaxon, bu gapim sizga tegishli. Men donasi emas. Shu turishi 445 ming so'm. Mana uni ham donasi emas, hammasi 279 ming so'mdan. Bodom solib, mehmonlar kelsa teshilib qo'yasizmi? Bu hammasi emas, mana aylantirayotgan narsamning ichida 3000 tadan ko'p sovg'a bor ekan. Buni yutib olish yo'li oson ekan. Kelasizlar do'konimizga 500 ming so'mdan ortiq narsa xarid qiladigan bo'lsanglar, shuni ichini ochasizlar, qo'linglar bilan bitta olasizlar, halidan chiqib qolsa, halidan dab ketasizlar. Xullas kelam sovg'alar juda ko'p, bemalol kelsanglar bo'ladi. Bularni umuman tushunmayapman. Ham qaranglar, savdo qilyapsizlar, ham sovg'a beryapti, ham arzon. Nima qilyapti? Hayronman, arzonchi kelaverasizlar. Aytaman desam 1 yilcha vaqt ketib qolar ekan. Kirish mashinasi, halidan televizor, xullas kelam kanissani, undan tashqari uyga ketadigan oshxona, xullas hamma narsa bor. Rostdan aytayapman, mashina narxlari rostdan ham arzon, chunki arzonchi ekan bular. Optin narxlari bilmam, bularda o'zini uzun bozori bor, mana shu yerdan olib kelishyaptimi? Garantiyalari bilan birga ekskurs-langan turibdi, hech qanaqa hech ochilmagan, upakovkada kelar ekan, o'zingizlar tanlab olasizlar, bemalol maza qilib ishlatasizlar. Ashi gap akalar 4-dekabr kuni payshanba kuni soat 9:00 da ochiladi. Mol nomeri Manzil avtovokzali oldida. Kelib sekin ulgurib olsangiz ulgurib ol. Keyin Alisher, nima ulgurmay qoldim, aytmaysizmi? Unaqa degan narsa yo'q. Kelinaveradi.